Assalomu alaykum aziz do'stlar. Do'stlar, bu pasportini so'roq tugab, pasportni yo'qotganlar, pasportga borsammi, bormasammi, nima bo'lar ekan, nima qo'yar ekan, hozirgacha ikkilanib turganlarga maslahatim, o'ylab o'tirmasdan pasportga kelib, hozir pasportlarni almashtirish imkoni bor. Hujjatlar kelayotgan bo'lsa, pasport agar pasportlar yo'qolgan bo'lsa, ichki ishlardan boyagi nima uchastkolardan nima olasiz, qog'ozcha olasiz, haqiqatan yo'qolgan bo'ldi. Boshqa hech qanday boshqa yo'q. Pasportlaringiz bo'lib turib, rektorlarni ko'rdim, o'sha yerda bitta opa ko'rdim, pasportlar bo'lib turib, pasportni yo'qoldi deb qog'oz chaqib kelganlar. Unday o'tirmaydi. Pasportlaringiz bo'lib, shunday to'g'ri kelaveringlar, qayta arzonroq ham bitar. Pasporti uchun $170 to'laysiz, agar pasportlaringiz yo'qolgan bo'lsa, $280 to'lanadi. Har bir kech qolgan yil uchun $50 dan shtrafi bor pasportda. Rossiyaga kirib kelganlar pasportni so'roq tugagan uchun $50 dan shtrafi bor. Bo'ldi. Men o'zim 3 kun oldin topshirib keldim. Pasportni uchun $170 to'ladim. Prasrochni 1 yil prasrochni bo'lganda $50 uchun to'ladim. 8 yil bo'lgan bittasiga prasrochni bo'lgan pasportda o'sha yilda 60 ming to'ladim dedi. Opshanmasa dedi. Xullas boshqa hech qanday boshqa o'rin yo'q. 1000 rubl blankada to'ldirilgan uchun ketayotgan xarajati bor. Pasportdan ichdan chiqarib yuborib, palonchi dokument taxlab ke, boshqa qilib keladigan gap yo'q. To'g'ri kelsa, pasportlaringizni bo'lsa, immigratsiyada boya registratsiyangiz bo'lsa, o'sha qog'ozdan olasiz, to'g'ri kelsa bo'ldi. Menda bo'ldi holat, bittasi aytdi, pasportni 150 ming 200 ming taxlab beribdi ekan dedi. Bo'lmagan gap. Unaqa ish emayli, e'tibordan berib turmaydi. Keyin birisi aytdi, patenting, registratsiyang bo'lmasa bermayapti. Bu oldinda shunday bermasdi. Hozir beryapti. Hech qanday so'rab o'tirgani yo'q. Patent, registratsiyani so'rab o'tirgani. Bittasi aytdi, har oyga $70 dan to'lanadi. U dalba bilmayman, qayerdan kirib chiqdim, bilmayman. Unaqa qarochi gap so'zda yo'q. Tommasi toptaza chiroyligan kirib chiqasizlar. Hech kim boshlaringizni ortatgan. Ertalab shunday bordim, men o'zim topshirdim. Kechki paytgacha o'zim hamma narsani taxlab chiqib ketdim men. Ertasi kun kelmadim men o'zlarim. O'sha bir kun o'ziga hammasi taxlab chiqib ketdim men. Shuning uchun do'stlar, o'ylanib o'tirmanglar, ikkilanib o'tirmanglar. Tez kelib hozir pasportlaringizni almashtirib olinglar. Bu ikkilanib turganlar uchun. Ya'ni aytaman. Chunki hozir nimalar boshlaydi. Aqllilar, biz san oldin bilardik. Men bilmaganlarga aytyapman. Menga o'xshab son mingtadir hali ham ikkilanib o'ylab o'tirganlar. Bicharani ko'tiga o'stirib turmay qolgan bu bizning legendani. Legendani ko'tiga o'stirib turmay qolgan. Do'stlar, xullas gazini bosamiz. Sog' bo'linglar.